inklyuziv ta'lim yetakchi yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim bugungi kunda o'zini dolzarbligini xalqaro maydonda ko'rsata olgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Shu inklyuziv ta'limga biz kadrlarni tayyorlashimizdan oldin universitetimizning rahbariyati tomonidan amaliy baza yaratilishi kerak degan xulosaga kelingan. Har qanday holat amaliyotda o'zini sinovini ko'rgandan keyin u haqiqatan tatbiq etilishga loyiq bir yo'nalish sifatida kirib keladi. Shuning uchun bizda inklyuziv ta'lim laboratoriyasi tashkil etildi. U laboratoriya hozirgi kunda inklyuziv ta'lim ilmiy tadqiqot markaziga ham aylanyapti. Sababi bu sohada ilmiy ishlarning soni ko'paygani, respublika miqyosida kelib bizda ilmiy ishlar yoqlanyapti. Respublika miqyosida ko'tarilgan metodikalar bizning laboratoriyamizda sinovdan o'tyapti. Albatta savol bo'ladi, respublikadagi tadqiqotchi sizni Chirchiq universitetiga kelish masalasi qanaqa degan savol tug'iladi. Biz masofadan turib hamkorlik qilyapmiz. O'sha nogiron bola bilan shug'ullanayotgan amaliyotchi o'qituvchilar, amaliyotchi plus tadqiqot olib borayotgan salohiyatli amaliyotchi professor o'qituvchilar tomonidan ko'tarilayotgan metodikalarni bizga taqdim qilyapti. Biz ularni bevosita sinovdan o'tkazib beryapmiz. Bu sinov qanday amalga oshiriladi? Bu sinov aynan kelajakda inklyuziv ta'limga borayotgan kadr shu metodikani qo'llay oladimi degan savolga javob bo'ladi. Chunki inklyuziv ta'lim hozirgi kunda qaysi maktabga, qaysi nogironlikka mansub bo'lgan bola kirib kelishini hech kim prognoz qila olmaydi. Chunki dunyoqarash o'zgargan, jamiyatning dunyoqarashi o'zgardi. Qaysi ma'noda? Nogironligi bo'lgan bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan tahsil olish imkoniyati konstitutsiyada berib qo'yildi. Demak, ota-onalarimiz hozirgi kunda o'zini nogiron farzandini uyda bekitib o'tirmayapti. Ularni dunyoqarashi o'zgarib, maktablarga o'zlari kirib kelyapti. Meni bolam o'zini qo'shni bolasi bilan birgalikda o'qishga huquqi bor ekan, men shuni yo'lni tanlamoqchiman deb kirib kelganki, ota-onani hozirgi kunda hech qaysi maktab ko'kragidan itarmaydi. Lekin degan joyi bor, bu maktab qanchalik tayyor. Inklyuziv ta'lim bo'yicha kadrlar tayyorlash masalasi bizda hozirgi kunda juda ham markaziy masalaga aylangan. Chunki maxsus pedagogikaning o'zining yo'nalishlari bor. Umuman azal o'sha 1967-yildan boshlab maxsus pedagogikaning surdopedagogika, logopediya, oligofren pedagogika yo'nalishlari ochilib kelinayotgan bo'lsa, Chirchiq davlat pedagogika universitetimizda tiflopedagogika, ya'ni ko'zi ojiz bolalar bilan shug'ullanish yo'nalishini ham ochishga muvaffaq bo'ldik. Dastlab to'sqinliklarga uchradik. Qaysi ma'noda? Sizlarda mutaxassis yo'q, qanday qilib ochasiz? degan to'sqinliklar bo'ldi. Lekin qachondir kimdir boshlash kerak-ku, to'g'rimi? Biz uni qanday tartibda ochdikki, Gersen davlat pedagogika universiteti bilan hamkorlik yo'lga qo'ydik. Ularni mutaxassislarni o'zimizga jalb qildik. Kerakli ta'lim mazmuniga oid hamkorliklarni yo'lga qo'ydikda yo'nalish ochishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi kunda tiflopedagogika yo'nalishimizni hozir 3-kurs talabalar qabul qilinyapti. Keyingi yilda birinchi qaldirg'ochlar chiqadi. Bu ham O'zbekistonda tarixda qoladigan bir holat hisoblanadi. Endi inklyuziv ta'lim laboratoriyamizda ko'zi ojiz bolalar bilan ishlashga moslashtirilgan tiflotexnika qanday ta'minlanadi? Buni ham chorasini biz o'ylab topdik. Qanday ma'noda? Oddiy narsalar bilan ko'zi ojiz bolalar 6 nuqtali kombinatsiya asosida savod o'rganadi-da. O'shalarni ham talabalar bilan birgalikda biz modellarni ishlab chiqdik. Mana shu laboratoriyaning o'zida. Bu laboratoriya o'zini imkoniyatini tashqaridan yordam kuchini kutmasdan turib boshlab yubordi. Chunki har qanday pedagogikadagi yangiliklar amaliyotdagi muammolardan impuls oladi. O'sha amaliyotdagi muammolarni his qilgan bizning talabalarimiz, o'qituvchilarimiz o'rganib kelgan muammolarning yechimi sifatida laboratoriyamizda bloklarni tashkil qilib qo'ydik.